Soliq organi tekshiruv qaroridan norozimisiz? Unda qarorni tegishli tartibda qayta ko'rib chiqishni so'rash huquqiga egasiz. Ya'ni yuqori turuvchi soliq organiga soliq to'lovchining shaxsiy kabineti orqali zarur hujjatlarni ilova qilgan holda elektron tarzda yuborish mumkin. Shikoyat 1 oy muddatda ko'rib chiqiladi. Zarur hollarda ushbu muddat yana 15 ish kunigacha uzaytirilishi mumkin. Eslatib o'tamiz, agar shikoyatni ko'rib chiqish jarayonida o'z dalillarini tasdiqlovchi qo'shimcha hujjatlarni taqdim etmoqchi bo'lsangiz, ularni qog'oz shaklida topshirish yoki messenjerlar orqali yuborish shart emas. Qulaylik yaratish maqsadida Soliq qo'mitasida maxsus elektron pochta yaratilgan. Ushbu manzildan foydalaning, bu ishonchli va xavfsiz bo'lib, vaqtingiz va resurslaringizni tejaydi. Shikoyat berish tartibi haqida batafsil ma'lumot olish uchun Soliq qo'mitasi saytidagi sun'iy intellekt asosidagi virtual yordamchiga murojaat qilishingiz mumkin. U 24/7 rejimida ishlaydi va soliqlar bo'yicha savollaringizga javob beradi. Raqamli yechimlardan foydalaning. Bu ham tez, ham qulay.